Assalomu alaykum qadrli boks muxlislari. Bugun biz sizlarga ajoyib jang qo'yib beramiz. Ikkita qo'shni o'zaro janjallashib qolishgan. Nima orasida nima bo'lgan? Xullas kalom bilmadim. Chap tomonimizda Ketman polvon. O'ng tomonimizda Tesha polvon. Xullas kalom boshladik. Ha! Aka, bir iltimosim bor. Tuvalga borib kelsam maylimi? Ye, oy narmanni olish, oy, sochdan tortma. Kallangni oyog'im sani. Jangni sochini yig'ishib kelsinda bo'lmasa. Boks. Men seni azizim. Qanaqa azizim? Mana do'stlar, boksimiz ham tugadi. Jang yaxshi bo'lib o'tdi. Ikkita qo'shni kelishib olmadi. Menga qizig'i ham yo'q. Xullas kalom, sog' bo'linglar. Urushmanglar. Mana endi tugadi. Chiroqni kim o'chirdi?